To'xta. Keragi yo'q. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Assalomu alaykum. Pulli darsga xush kelibsizlar. Pulli dars deganimda aslida bu pulli dars bo'lgan, lekin bepul holatda bonus sifatida ko'ryapsizlar. Ham sizlarga ilm bo'ladi. Professionalniy paytda, ya'ni professionalniy programmada professionalniy dublyaj qilish uslubini ko'rsataman va polностью bo'lmaydi bu dars tabiiyki, qisqa joyini ko'rsatib o'tib ketaman. Buni biroz oldin ko'rgan animelaringni qanaqa qilib tarjima qilingan va qanaqangi daqiq holatda tarjima qilingan, mayda narsalarga qanaqa yaxshi e'tibor berilgan, buni o'z ko'zlaring bilan ko'rasizlar va boshqa tarjimalarga nisbatan, ya'ni boshqa tarjima desam noto'g'ri bo'ladi. Tarjimaga yondoshish va ovozni situatsiyaga qarab ishlatish uslubini ko'rasizlar. Ya'ni dublyajda bu pashti. Unaqada boshladik. Meni hozir timeline'imda Jinroh degan anime bor. Ya'ni kesilgan, har xil taraflardan kesib tashladim. Asosiy epizodimizni olib qoldim. Unaqada boshladik. Bitta gapiradigan joyi bor. Yosef. Nasıl? E'tibor berding, har bitta gapiradigan joyiga 3 ta marker qo'ydim va markerlarga nom berib chiqaman. Chunki bu yerda yaponskiy tilda aytilganligi uchun men bu yerda o'zbekchaga tarjima qilib to'xta. Birinchi gapiradigan joyda to'xta deyapti, ikkinchi gapiradigan joyda keragi yo'q. Endi o'zimni qofiyaga moslashtirib tarjima qildim tabiiyki, keragi yo'q. Bu narsalar menga vashe kerak bo'ladi. Marker juda yaxshi narsa. Qayerda nima deyishim kerak, yana boshqa maqsadlarda qo'yaman. Notda bu ratsiya deylik. Nima qilib turibsan. 3 ta nota qo'yib qo'yaylik, chunki bu yerda otib tashlamaysan, o'ldirmaysanmi degan gaplar ketadi va animeni oxirrog'ida olamonda xalqni bezorilik, anaqa spetsnaz, politsiya hammasi aralashib baqir-chaqirlari bor. Bu yerda asosiy narsaga e'tibor bermay, asosiy nimaga kirmaydi hozircha bu. Bu yerda ham o'zi aslida kirgizdirib yuborsa bo'laveradi, bu yerda ham tarjima qilib, lekin men bu yerda asosiy hislarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam tarjima paytida qanaqa men dublyaj qilishni professionalniy qanaqa darajaga olib kelishim mumkin. Vegas Pro orqali. Aytib qo'yishim kerak. Men montajda Vegas Pro'ni 20-versiyasida montaj qilyapman. O'shani aytib qo'yay. So'rasalaringda endi aka nimada montaj qilyapsiz? Unaqada boshladik. Menda ovozlar tayyor, ya'ni bu videoni tayyorlashdan oldin ovoz berib qo'yganman. Faqat cho'zilib ketmasligi uchun ovoz berish nimasini ko'rsatmadim sizlarga. Tayyor audio zapisni nima qilib qo'yamiz. Unaqada boshladik. Qahramonlarimizni gapiradigan joyi ikkinchi liniyada. Ustiga bosaman tayyor ovozni. Ovozni eshitib ko'ramiz. Yosef. Hech narsa tushunganlar yo'q, faqat asosiy original ovozni eshityapsizlar xolos. Buni sababi chunki bu yerda shunday narsa borki, biz originalda ovozini pashti o'chirishimizga to'g'ri keladi. Yoki pasaytirishimizga to'g'ri kelsa to'g'riroq bo'ladi. Videoni chetiga, timeline'ni chetiga chiqamiz. Bu qahramonlarning gaplashi ikkinchi liniyada bo'lganligi uchun ikkinchi liniyaga bosamiz, bo'sh joyga. Insert qismiga o'tirib, volyumni tanlaymiz. Volyumni tanlaganimizdan keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'k liniya paydo bo'lib qoldi o'rtada. Boshqa liniyada yo'q, boshqa treklarda, daroshkalarda yo'q, faqat shunda. Chunki faqat shunga ochdik. Bu degani qahramonlarning o'rtasidagi suhbatni kontrol qila olamiz xolos. Boshqa liniyalarga ta'sir qilmaydi. Boshqa liniyalardagi suv, quduq, kanalizatsiya, otishma, portlash hammasini ovozi turaveradi, faqat gaplashishlar o'chadi xolos. Boshlaymiz bo'lmasa. Birinchi markerga o'tamiz. Birinchi marker mana yerda. Bu yerda tochka qo'yaman. Bunga metiga ham tochka qo'yaman. Ikkita tochka qo'yib pasaytirib tashlayman ovozni, original ovozni.
oqibatda faqat bizni ovozimiz qoladi. E'tibor bering. Eshitib ko'ramiz. To'xta deyapman. Xo'p, endi ikkinchi ovozga o'tamiz. Ikkinchi ovoz manetda berilgan. なぜだ Natsetoda ham bitta keragi yo'q. Nimani kutyapsan? Nima qilib turibsan? Kerak emas. Bitta silishkim o'xshamagan, bitta yaxshiroq bo'lgan. Keragi yo'q. Keragi yo'q. Xo'p, keragi yo'q bo'lsa keragi yo'q. Ustiga ikkita bosamiz. Keragi yo'q tushdi. Buni pastga olaylik. Kechirasizlar, bu o'tib ketdi menimcha. Bunday qilsak bo'ldi. Daroshkamizni olaylik. Pastga bo'ldi va bu yerdagi original ovozni yana olib tashlaymiz, ya'ni pasaytiramiz. Eshitib ko'raylik. なぜだ Natseto. Qilaman. Pastga tushiramiz. Buni ham pastga tushiramiz. Ikkita mishkani 2 marta bossam tochga qo'yadi, o'shani aytmagan bo'lsam. O'rganib olinglar. Keragi yo'q. Gap yo'q, keragi yo'q. Qayerdan boshlanyapti? Keragi manetdan boshlanyapti. Keragi yo'q deb olib kelamiz. Xo'p, men aytaman. Hozir buni biroz 24 bit vashi katta vavda yozilganligi uchun sizlar buni indikator uslubida ko'rmaysizlar. Men buni ochib beraman birozdan keyin. Ya'ni to'lqinlari ko'rinyapti, faqat chiziq ko'rinyapti yoki deyishingiz mumkin. Xo'p, ratsiyaga o'tamiz. Nimani kutyapsan? Ot uni. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Bo'ldi. Shuni men ishga qo'yishim kerak. Ratsiyaga. Bo'ldi. Eshitib ko'ramiz. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Mana uni bilan teng bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Bunday qilsak, mana bir xil boshlansin-da. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Xo'p, bu yerda bizning yutug'imiz signal bo'lib, ratsiya signal bo'lib kelganligidan qahramonlarda og'zini ko'rsatgani yo'q. Hali harakatiga mos kelishligini ba'zida to'g'rilashga to'g'ri keladi. Bir qahramon gapirib turgan paytda uni gapirgan gapi og'zi qimirlab turaveradi. Siz gapingiz qisqa bo'lsa, o'rtada anaqa nima paydo bo'ladi. Anaqa neudobstvo paydo bo'ladi-da, mos kelmaydi. Sinxronizatsiya yo'qolib ketgandek bo'ladi. Men hozir bu yerda bizning yutug'imiz u faqat ratsiya bo'lganligi uchun eshitilgan yo'q, ko'rsatilgan yo'q-da uni ovozi. Endi bir eshitib ko'ramiz. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Xo'p, mana bu tarjima odatda обычный faqirlarda tarjimasi. Faqir tarjima deganimki, prikol sifatida gapiryapman, hazil sifatida gapiryapman. Bu yerda siz bu yerda meni ovozimni ratsiya holatda eshitganingiz yo'q. Endi mana shu yerda zargarga o'xshab ishlaymiz. Hozir hamma narsani professional darajaga olib chiqamiz. Tarjimalar, ovozlar qo'yildi. Endi bu ovozlarning ustida ishlaymiz. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz shuki, voqea shahar kanalizatsiyasida sodir bo'lyapti. Kanalizatsiyada kengligini ko'rib turibsizlar. Devor, betondan boshqa hech narsa yo'q. Suv bor. Nimaiki gapirsangiz aks sado bilan chiqish kerak. Chunki originalida ham aks sado bilan chiqyapti. Bu realniy narsa bu. Buni mana shu yerda oddiy dublyaj, oddiy tarjima bilan dublyajda farqi mana shu yerda. Professionalniy уже katta o'yinga kirdingizmi, katta o'ynashingiz kerak-da, ya'ni katta seryozni ishlar qilaman desangiz, mana shunaqa daqiq ishlar to'g'ri qilishingizga to'g'ri keladi. Boshlaymiz unda. Birinchi bo'lib, birinchi ovozga hamma effektni qo'yib olamizda, keyin shundagi effektlarni boshqasiga kopiya qilamiz vaqtdan yutishligi uchun. Bitta nimaga olay, loop qilib olsam, repeat, ya'ni har nimada qaytarib turaveradi. To'xta dedim. Birinchi bo'lib kompressiya qilib olamiz bu ovozni, chunki slishkim kuchli nimada yozilgan. Normalize ga bosaman. Endi eshitib ko'ramiz. To'xta. Eshitdilar, to'xta dedim va bu anaqasi chiqdi, indikator holatda katta anaqa bo'lib ko'rinyapti. Men unga mos bo'lishligi uchun men ichchi bu tarafga olib kelsam, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Endi birinchisi ovozni to'g'rilab oldik. Endi bu ovozni echo holatda chiqishligini ta'minlashimiz kerak. Chunki atmosfera, biz kanalizatsiyaning ichidamiz, hech narsa yo'q, aytib o'tib ketganimdek. Bunga bizga echo kerak bo'ladi. Revert Vegasda audio qismida
pluginlar bor. Reverb Echo. Aslida reverb deb yozilgan sizda. Echoni men o'zim qo'shib qo'ydim. Chunki nimaiki menga kerak bo'lsa yoki reverb nima ish bajarishligini o'zimga not sifatida yozib qo'ydimda. Reverb yoniga bunday qilib rename qilasiz. O'zingiz xohlagan ismni berishingiz mumkin, lekin mana original ismi o'chib ketmasin. Shu esingizdan chiqmasin. Reverb mana bu narsani bajaradi deb yozib qo'ysangiz, keyingi safar montajga kirgan paytingizda shetdan olib eslab, sizga eslatma bo'ladi-da. Men Echo deb yozib qo'yganman. Ikkita bosaman. Okay. Xo'p, eshitib ko'ramiz. Play da bosaylik. To'xta. 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 Biroz Echo bilan chiqyapti, bilib turibman, lekin bu professional Echo emas, chunki bizga koridor Echosi kerak, chunki ham to'g'ri. Agar e'tibor beriladigan bo'lsa, seryozni, haqiqatan zalga o'xshaydi kanalizatsiya, shahar kanalizatsiyasi, millionlar odam sichadi, siyadi, tupuradi, yuvinadi, hammasi shetdan oqish kerak. Buning uchun ham zalni tanlasak ham bo'laveradi, o'zi Rich zalda turibdi. Va koridorda tanlasak ham bo'laveradi. Men koridorda tanlagan bo'lardim, lekin siz o'zingiz xohishingizga qarab xohlagan nimangizni tanlayverasiz. Xo'p, koridor, bright koridor bosdim. Endi eshitib ko'raman. To'xta. Bo'ldi. Ana endi meni nazdimda mashi chotki bo'ldi. Ya'ni ovoz Echo bilan chiqyapti. Chotki. Xo'p, endi yana bitta kamchilik bor bu yerda. Bu kamchilik shundan iboratki, qahramonimiz gapiryapti, maskani ag'idan gapiryapti. E'tibor beringlar, basharasi maska taqilgan, ovoz chotki chiqyapti. Bu nimaga to'g'ri kelmaydi, realniy narsaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz maskada gapirish uslubini ham qo'shib qo'yishimiz kerak yoki shunga yaqin bo'ladigan narsani qo'shib qo'yishimiz kerak. Vegasda parametric equalizer degan qism bor. Telefon and microphonesni men o'zim qo'shib qo'yganman. Sirazu hayron bo'lmanglar, okey. Bu yerda boz to'xtani. To'xta. 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 Bo'ldi. Endi meni nazdimda to'g'ri bo'ldi, chunki betidagi maska bilan shunaqangi yaqin bo'lgan ovoz kelib chiqyapti-da. To'xta. To'xta. Tushundingiz-a? Nimani nazarda tutib turganimni. Ikkinchi gapirishda ham xuddi shu qahramon gapiradi va xuddi shu kanalizatsiyada va xuddi shu maska bilan. Hech narsa o'zgargani yo'q. Buning uchun alohida bunga kirib yana bitta effekt tanlamayman-da. Bunga qo'ygan effektlarimni unga sirazu kopiya qilib qolaman. Buning uchun mishkani o'ng tarafini bu audio fayl ustiga bosib, kopiyaga bosaman va bunga bu tarafdagi effekt hali qo'yilmagan nimani ustiga bir marta bosib, yana o'ng tarafini bosib, paste event attributes degan so'z turibdi. Bosaman, avtomatik bundagi effektlar bunga o'tadi. Eshitib ko'ramiz. Keragi yo'q. Tushundingizmi? Keragi yo'q. Xo'p, chicha suramiz baqa. Bo'ldi. Bu yerda ba'zi bir narsalar bor. Men buni daqiq holatda buni ham ko'rsatishim kerak. Bo'lmasam kam bo'lib qoladi. Professional holatda ko'rsatishim kerak. Bu yerda bir kamchilik bor. Sizlar hozir buni payqamaysizlar. Men o'zim video montajchi sifatida payqayapman. Sizlar payqaganlaring yo'q. To'xta. Eshityapsizmi? Mani ovozim manetga hamohang emas. Atmosferada bir o'zgunlik, ya'ni qisishlik, to'xtab qolishlik bor. Mana eshitib ko'ring. To'xta. Ko'rdingizmi? Tiq qitib uzilib, boshqa nimaga o'tib qolganga o'xshaydi. Buni biz yo'q qilishligimiz uchun maytda Vegasda shunday narsa borki, oxirgida bo'shliqni yo'q qilib yuborishim kerak va buni fade qismiga o'tamanda sirazu olib tashlayman maytda. Sirazu ovozim hamohang bo'lib yilib ketish kerak-da, bu bilan nima dublyaj sifatida. To'xta. Bo'ldi. Более professionalroq bo'ldi. Keragi yo'q. Endi bu yerda ham xuddi shu taktikani ishlatishga harakat qilaman. Plavniy kirib, plavniy chiqib ketish kerak. Ovoz hamohang bo'lishligi uchun-da. Xo'p. Ne qilsak va bu tarafda ham fade type shunday qilib qo'yaylik. Keragi yo'q. Endi bitta bundagi effektni bunga tashalmaymiz, chunki bu qahramonda ovoz emas, boshqa og'aynisini ovozi hamda yonida turib gapirgan yo'q, ratsiya holatda kelyapti bu yerga. Tushundingiz? Boshladik. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi?
Endi bizga ratsiya kerak bo'ladi. Ratsiya qilishlik uchun oldin buni ismni biroz normalize qilib olaylik. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Bo'ldi. Endi bu yerda bizga ratsiya kerak bo'ladi. Ratsiya rezonant filtr degan qism bor. Ratsiya deb yozib qo'yganman yoniga. Ustiga 2 marta bosaman. Okay. Bu yerda endi tekshirib ko'ramiz. Shuni qanaqa ishlar ekan? 1 minut. Oldin buni lob qismiga olaylik. Repeat qaytarib turish kerak gapmi? Eshitib ko'ramiz. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Xo'p, men uni tanlasam to'g'riroq bo'ladi. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Xo'p, ko'rdingiz, Nima qilib turibsan? Bitta rezonant filtrda men manoni tanladim, Tenich. Siz o'zingiz xohlaganingizni tanlashingiz. Agar bu yerdagi nastroykalar sizga yoqmasa, shu yerdan o'zingiz nima qilib ruchniy to'g'rilab olishingiz mumkin. Lekin men bor narsadan foydalanyapman, chunki video va shu uzun bo'lib ketishi mumkin. Xo'p, ratsiyani o'rnatdik, lekin bitta minus tarafi bor. Ratsiya aloqaga butun dunyoda agar politsiyachilar yonida turgan bo'lsangiz, politsiyachilarning nimasini eshitgan bo'lsangiz, ratsiyaga aloqaga chiqqan paytda yoki signal boshqa tarafdan kelgan paytda o'rtada signal beradi. Aeroportda ham bor, vokzalda ham bor, avtovokzallarda ham bor. Insonlarda diqqatini o'ziga qaratish uchun boshda bitta tovush bo'ladi, signal. Tin din yoki dan 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 qiladi. Odamlar hammasi e'tibor beradi. Ya'ni bu diqqat degan ma'nodagi signal. Oldin odamlarda o'ziga e'tiborni qaratadi, keyin e'longa uzatadi, efirga uzatadi. Xuddi shu narsa ratsiyada ham bo'lishi kerak. Lekin bu yerda realistik bo'lishligi uchun biz yana o'sha eski uslubda ishlatamiz va ratsiyani podobnisidagi bir stilda ishlatishimiz kerak. Buning uchun men mana qismni yana to'g'rilab olay. Bo'ldi, realistik chiqishligi uchun. Xo'p, tayyor. Endi menimcha tayyor bo'ldi. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Bitta narsa qolib ketdi, shuni qo'yib olsam bo'ldi. Xo'p, shu qismda va shu narsa. Bo'ldi menimcha. Bir eshitib ko'ramiz. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Bo'ldi, realistik bo'ldi deb o'ylayman. Endi bitta shetdan boshdan bir eshitib ko'ramiz. To'xta. Keragi yo'q. Nima qilib turibsan? Otmaysanmi? Xo'p, ko'rdilaring, buni dublyaj deyiladi. Biror bir narsani ovozda zarar bermagan holatda hamma o'zining original ovozi saqlanib qolindi. Faqatgina qahramonlarda gaplashishni ovozini olib tashladi. Ko'p tarjima kinolarda ko'rgan paytingizda zakadrovida odam ovoz beradi o'zbekchaga, lekin orqasidagi original ovozi ham eshitib turadi. Uni dublyaj deyilmaydi. Shuni bilib qo'ying. Dublyaj deb agar yana boshqa dublyaj ham bor, fizически odam harakat qilish kerak. Polniy sizga bir kadr keladi, videoni o'zi bo'ladi, hech qanaqangi ovoz bo'lmaydi. Hamma ovozni o'zingiz berishingizga to'g'ri keladi. Suvga borishi, suv ichishi, stakan stolga bir narsa qo'yishi, eshik ochilishi, hammasini alohida qo'yib chiqishingiz, buni vashi qiyin fizически dublyaj u. Bu yerda hamma narsa saqlanib qolganligi uchun, ya'ni o'zining ovozlari, hamma narsasi o'z astida saqlanib qolgan. Men shunaqangi udobniy uslubini sizlarga ko'rsatdim, xolos. Bu aslida pulli darsida yana qaytarib o'tib ketaman. Bonus sifatida ko'rsatyapman. Sog'-omon bo'linglar, montaj qilishda yertvoringlar, yorvoringlar, erinmanglar, zargarlarga o'xshab sabrli bo'linglar, soatchilarga o'xshab sabrli bo'linglar montaj ishida. Bir narsani yaxshi chiqishini xohlasalaring, sizlardan vaqt, umr, pul yoki fizически kuch talab qiladi va
psixический kuchi ham talab qiladi. Tasavvur olamlaring keng bo'lishi kerak. Tushunishlaring kerak. Bir kadrga qaragan paytlaringda ko'p narsani ilg'ab olishlaring va mayda narsalarga yaxshi e'tibor berishlaring va oqibatda shunaqangi professional darajada narsa kelib chiqishligi ehtimoli juda katta bo'ladi. Like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.